Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'idan familiyam Jo'rayev Otim Bahodir bo'ladi. Bugun mana 2025-yil 15-mart kuni Shahartepa mahallasida kam ta'minlangan, qiynalgan, nogironi bor oilalarga iftorlik dasturxonlarini tashkillayapmiz. Mana bu jarayonlarda hozir sizlarga ko'rsatyapman. Bugun shu insonlarni ozgina bo'lsa ham ko'nglini olsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Bu hozir bo'layotgan joy Shahartepa mahallasi to'yxonasi bo'ladi. Maqsadimiz odamlar davlatdan, yurtboshimizdan rozi bo'lib yashash yo'lida qilinayotgan ishlar. Biz ozgina bo'lsa ham yurtboshimiz olib borayotgan ishlariga hissa qo'shayotgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, bunaqa tadbirlarni yurtimizda hamma joylarida tashkillansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yurtboshimiz bunaqa ishlarga juda e'tibor qaratayotgan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun yurtboshimizni olib borayotgan ishlarini olg'a surish maqsadida bu ishlarni tashkilladik. Xudo xolasa kuzatib borasizlar. Men bugungi tadbirda sizlarga yoritib beraman. Kuzatishda davom etinglar. Yurtdoshlar, tayyorgarlik jarayonlarimiz bo'lyapti. Mana shu yerda mana akalarimiz, ukalarimiz xizmatda. Mana hozir mehmonlarimizga chiroyli qilib tarelkalarga meva chevalarni pista, bodam, yo'qonlar tayyorlayapti. Shu akalarimizni haqqiga bir duo qilib qo'yasizlar yurtdoshlar. Bitta pomidor bodamlarimiz bor. Kuzatishda davom etinglar, ko'rsatamiz. Mana hurmatli yurtdoshlar, o'g'irlarimiz suyuq ovqatga harakat bo'lyapti. Aka, bu qanaqa ovqat? Maju deydi, nima deydi? Maju. Xudo xolasa bugun shu akalarimiz bilan kelgan mehmonlarni ko'nglini olamiz, xudo xolasa. Qo'llaring dard ko'rmasin, qo'g'ir akalar. Qanijonlaring sog' bo'lsin. Nariskiga oshib qilamiz, Qanijonlaring sog' bo'lsin akalar. Mana hurmatli yurtdoshlar, dasturxonlarimizni mana opalarimiz tuzashyapti. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana hurmatli yurtdoshlarimiz, mana mayiz, pista, bodam, meva chevalari. Mana bugun shu oilalarda ozgina ko'nglini olgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Tanijonlari sog' bo'lsin. Novvoy akalarimiz issiq nonlarni olib kelib berishyapti. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mana yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar ham o'zlaring yashab turgan joyda shunaqa ishlarni amalga oshiringlar, bee'tibor bo'lmanglar. Hamma mahallalarda bor. Shularda ozgina shu ro'za oylarida ko'nglini olsak, biz o'zimiz yashab o'tayotgan umrimizdan rozimiz, xursand bo'lamiz. Bekor sarflamayapmiz hayotimizni. Allohning o'ziga beadab shukr. Akajonlar, mana shu ishlarni amalga oshishiga befarq bo'lmasdan ehson qilgan tadbirkor akalarimiz, ukalarimiz, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Faqat biz o'rtadagi ko'prik vazifasini bajarib turuvchi odammiz xolos. Lekin bu ishlarga befarq bo'lmasdan
bizni berayotgan tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun tanijonlaring sog' bo'lsin. Shahartepa mahallasida inolig'imiz zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Doim tanijonlaring sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar. Yoritib boraman. Mana hozir yurtdoshlar ishlarimiz olib borilyapti. Hozir mana mahallamiz raisiga so'z navbatini beramiz. Mana mahallamiz raisi. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, yurtdoshlar. Avvalambor barchalaring kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Qolaversa, mana bugungi Qo'shtepa tumani Shahartepa mahalla faol yig'inida amalga oshirilayotgan bugungi sonimizda eng asosiy mahalla yettiligi bilan tashkillanib, mahallamizdagi tadbirkorlarning hamkorligida, ularning homiyligida asosida bu tashkillandi. Bugungi nima? Asosan bugungi tadbirdan maqsadimiz mahallamizdagi ehtiyojmand, kam ta'minlangan oilalar, kam ta'minlangan oilalarni holidan xabar olish, ularga bir moddiy tomondan yordam berish maqsadida tashkillanyapti. Bugungi tadbirimizda hurmatli yurtboshimizni 2025-yilda bir necha marta chiqargan qaror farmonlarning ijrosini ta'minlash maqsadida yurtboshimiz olayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlagan holda bu ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Men bu borada butun respublikamiz xalqidan so'rab qolardimki, sizlar ham prezidentimiz olayotgan siyosatini qo'llagan holda, quvvatlagan holatda shu ishlarni amalga oshirishlaringiz, ehtiyojmand, nochor oilalarning holidan xabar olishlaringizni so'rab qolamiz. Chunki bizning yurtimizda ehson qilsa yoki zakot qilinsa yoki mana shunaqangi xayrli ishlar qilinsa baraka bo'ladi. Prezidentimiz aytmoqchi, baraka bo'ladi. Barakada yoki ehsonda ish ko'p. Shuning uchun hammalarga so'rab qolamizki, mana shunaqa ishlarni tashkillaylar. Buni xudo xolasa natijasini o'zlaring ko'rasizlar. Qolaversa yurtboshimiz xalqimizning nomidan, mahallamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimizda tinchligi yo'lida, osoyishtaligi yo'lida olgan siyosatlarni biz Shahartepa xalqi 6000 aholi nomidan qo'llab-quvvatlaymiz. Qolaversa o'zimizni tumanimiz rahbarlariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu tadbirlarda amaliy yordam berganliklari uchun, qolaversa ko'p homiylarimizga yordam berganliklari uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Yoritishda davom etamiz. Mahallamiz faol xotin-qizlari mana shu bugungi nimamizda xizmatda bular. Mana ijtimoiy xodimimiz ham shu yerda. Mahalla yettiligi bu ishlarni amalga oshiryapmiz. Mahallamizni mana xotin-qizlarimiz, faollarimiz hammalari shu yerda. Yurtdoshlar, shu insonlarning hammasini duo qilib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Qilinayotgan ishlar xudo xolasa ajri bor. Yurtdoshlar, befarq bo'lmanglar. Hamma mahallalarda shu narsalar tashkillansa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi-ku. Bunaqa ishlarni qilinglar-da. O'zlaring qiziqib qolasizlar. Bizni charchovlarimiz shunaqa ishlarda amalga oshirib, shunaqa insonlarning ko'nglini olganimizda chiqadi. Biz mana xalqning ichida jamoatchi faol sifatida ish olib boramiz. Qilayotgan ishlarimiz hammasi savobli, xudo xolasa ajri bor. Biz befarq biz. Mahallamizda yashab turgan har bir insonni taqdiridan befarq emasmiz. Xudo xolasa bu ishlarda albatta ajri bor. Ko'rasizlar. Iltimos qilardim. Hamma rayon tumanlarda shunaqa mahallalar bor. Shu narsalarda odatga aylantirsak zo'r ish bo'lardi-da. Shu oilalarning ko'nglini olsak, mana bugun juda xursand bo'lamiz. O'g'illarimiz tomonidan o'sha harakatlarimiz boshlandi. Akamiz chiroyli qilib keltiryapti. Oshga harakat boshlandi aka. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Shu o't yoqib berayotgan akalarimizni umri uzoq bo'lsin. Tanijonlari sog' bo'lsin. Bu ishga xizmat qilayotganlar barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ehson qilgan akalarimiz, ukalarimiz, yana bir marta aytaman. Befarq bo'lmasdan, biz bildirayotgan tashabbuslarga beparvo bo'lmasdan e'tibor berganlaring uchun katta rahmat.
Andijonlaringiz sog' bo'lsin. Oshlarimiz tayyor bo'lyapti. Mehmonjonlar. Bugun xudo xolasa sizlarni ko'ngilinglarni olamiz. Suyuq ovqatimiz ham xudo xolasa tayyor. Choy pazlarimiz mana choylardi. Choylaringiz tayyor bo'lyaptimi, somorchi bola? Gap yo'q. Mana xizmatda. Bular Tanjoni sog' bo'lsin. Chaynalaringiz yetarli darajada. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Kalbasalarimizni ham tayyorlayapmiz. Mana akalarimiz mana shu yerda chiroyli qilib mana urishyapti. Tanajonlaring sog' bo'lsin akalar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Ko'rsatamiz. Oshlarimiz to'g'ri kelyapti. Hurmatli yurtdoshlar, kelyapsizlar ham. Sherik bo'linglar. Bugungi bizni xursandchiligimizga. Hamma yo'llar joyida. Suyuq ovqatlarimizga ham mana ko'katlarigacha hamma yo'llarigacha solinibdi. Zo'r bo'ladi xudo xolasa. Oshlarimiz damlanyapti. Gurucham zo'r ekan-a? Cho'zilib aytgandek Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Qo'lingizda ko'rmasin aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin, to'g'riga umringiz uzoq bo'lsin. Aytgandaqa zo'r guruch beribdi. Mana hurmatli o'rtoqlar, mehmonlarimiz kelishi boshlanyapti. Mana birinchida turgan mahallamiz raisi bo'ladilar. Ikkinchisidagi hokim yordamchimiz, uchinchisidagi ayollar, xotin-qizlar bo'yicha, to'rtinchilari ijtimoiy xodim, bu bola yoshlar yetakchimiz. Shular tashabbusi bilan shu ishlar amalga oshyapti. Kuzatinglar. Voqiling. Olamimiz tinch bo'lsin, Osmonlarimiz sog' bo'lsin, prezidentimiz ham sog' bo'lsin, iloyim, joylari sog' bo'lsin, bizni vaqtimizga pensiyalarni vaqtida beryaptilar. Iloyim qilgan buni xizmat qilayotganlarga umriga rizqiga Alloh baraka bersin. Hammalaringni tan joylaring sog' bo'lsin, topganlaring to'ylarga bersin, yaxshilik kunlarga bersin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Xush kelibsizlar, kelinglar mehmonlar. Oldilaringga qo'yilgan noz-ne'matlardan olishib o'tiringlar akalar. Xush kelibsizlar. Kelinglar mehmonlar. Oldilaringga qo'yilgan noz-ne'matlardan olishib, gaplashib bugun bayram, dam olamiz bugun. Kelinglar, xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Tanirjonlaring sog' bo'lsin. O'ting. Ha, olmayman. Keling. Oylar, choylardan olinglar, qo'yinglar opalar. Kelinglar. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. Oldilaringga qo'yilgan noz-ne'matlardan olinglar. Kelinglar aya, xush kelibsizlar. Hammalaring tanirjonlaring sog' bo'lsin.